Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube'imiz ishqibozlari biznes boshlayman degan aka ukalarimiz Xudo xolasa gazoblok biznesimiz yana bir komplektimiz Namangan viloyat 3 tumanigacha ketyapti. Xudo xolasa bu yerda 15 dona g'olibi bilan relsga moslashtirilgan g'oliblardan profillari ham, stenalari ham, diagonallari ham ancha baquvvat profillardan listlarimiz rossiyskiy magnitogorskiy listlardan bo'ladi. Xudo xolasa bu yerda 15 dona hop ruchnoy reskasi ham bor. Avtomatli reska qilguncha ruchnoy reskada ishlab turgan olyapti akalarimiz. Xudo xolasa bu yoqda mana mishalkamiz 380 220 ga bemalol ishlaydigan mishalkalardan bo'ladi. Mishalkalarimiz ham listlari turli listdan bo'ladi. Qalindan Xudo xolasa motorlarimiz yangi holatda. Bu yoqda mana yuklangan 15 ta dona komplekt qolipimiz. G'ildiraylarimiz ham baquvvat g'ildiraylardan bo'ladi. 6 lik VF g'ildiraylardan deyiladi. Ovozlari ham Xudo xolasa. Bu yoqda mana nalichi Jizzaxga olib ketadigan bortlarimiz tayyor turibdi. 20 bitta dona 45 taga zakaz bergan akamiz 24 tasini olib ketib 20 bittasi qolgan. Xudo xolasa bu yoqdagi 20 bittani ham nasib bo'lsa shu kunlarda chiqarib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib borib berib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Mana bunaqangi kichkina minilashtirilgan, ya'niki 6 talik gazoblok chiqadigan stanoylardan Xudo xolasa yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. Bu komplektimiz relsga moslashtirilgan, g'ildiray qo'yilmagan holatda ikkita qolipi bilan 1,5 ming dollar bo'ladi. Olib borib o'rnatib ustanovka qilib berishimiz vodiy bo'ylab mash narxi ichida. Dastavka esa butun viloyat bo'ylab bor. O'zbekiston ichiga dastavka 1,5 ming dollarga qilib beramiz Xudo xolasa. Agar ustanovkasi bilan deydigan bo'lsa, vodiydan tashqariga chiqadigan bo'lsak, ustanovkasi bilan kelishilgan holda o'rnatib beramiz. Dastavkasi bilan bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi bilan 1,5 ming dollar ichida. Ustanovkasi boshqa narx bo'ladi. Vodiy bo'ylab 1,5 ming dollarga ustanovkasi bilan birgalikda bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka ukalarimizga Xudo xolasa o'sha ta'kidlab o'tadigan gazoblok apparat biznesimiz Xudo xolasa gazoblok ishlab chiqarish uchun apparatlarimiz. Bu yoqda mana hozir 6 dona qolipimiz ketyapti. Relsga moslangan, lekin g'ildiray qo'yilmagan, yerda ishlatiladigan. Akamiz 4 ta qolipi bilan Samarqandlik akamiz Shohruxbek akamiz olgan edi. Qolip 4 ta dona qolip bilan hozir yana 6 ta qo'shib 10 ta qolip olaman deyapti Xudo xolasa. Qoliplarimiz sifati a'lo darajada, listlarimiz rossiyskiy magnitogorskiy listlardan bo'ladi. Profillarimiz ham stenalari, diametrlari yaxshi profillardan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi gazoblok toshish uchun aravalarimiz ham Xudo xolasa yasashni boshladik. Aravalarimiz ham o'ta qulay bo'ladi. Qolip bilan pastda teng holatda bo'ladi. Ko'tarib bemalol yoniga qo'yib olsa bo'ladigan bo'ladi. Bu qolipimizga ikkita qolipni g'ishi sig'ib ketaveradi bu aravamizga. Xudo xolasa mana aravalarimiz balonlari ham qattiq balonlardan yukni yaxshi ko'tarishga moslashtirilgan. Aravamizda ham listlarimiz ham, profillarimiz ham qalin profil, qalin listlardan bo'ladi Xudo xolasa. Uni yo'lga qo'yishimizdan sabab sal uzoqroqqa taxlayman degan akalarimiz, ukalarimizga qiyinchilik tug'dirmaslik uchun mana shunaqangi aravalar qilib bersak, Xudo xolasa g'ish toshish ancha osonlashadi. Ishchi kuchi kamayib, kamroq jismoniy mehnat qilib, ko'proq foyda qilish harakatini bo'ladi Xudo xolasa. Bu aravalarimiz ham balonlarni istalgan turda qilib beraveramiz Xudo xolasa. Balonlarimiz mana shu narxlarga qarab ketaveradi. Qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqalardan ketadi. Endi bu stanokda olayotgan qoliplarni olayotgan akamizni videolarini o'zimiz YouTube kanalimizga joylaganmiz. Shohruxbek akamiz ham o'rnatib kelgan bunaqalarimizni davom videolarimizni ko'rib borsangiz kanalimizga kirib o'rnatilgan jarayonlarni ham qo'yib qo'yganmiz Xudo xolasa. Endi u yoqda mana boyada 12 talik qolipimiz. Bu yoqda mana 6 talik qolip mishalkalarimiz tayyor holatda bo'ldi. Xudo xolasa buni ham kraskalarni sachib motorlarni o'rnatsak bo'ladi, tayyor holatda bo'ladi. Bu yoqda mana qolipimizni bortlardan qolgan komplektlarimizga ham bu qolipimiz ham gazoblokasi butun qolipdan bo'ladi Xudo xolasa. Bu yoqda mana Jizzaxlik akamizga 45 dona bort zakaz qilgan akamiz bortlari. Bu yerda 21 dona bort qolgan Xudo xolasa. Qolganlarni olib ketishgan avtomat reska bilan 24 ta bortini olib ketgan akamiz. Bu yoqda mana ruchnoy reskalarimiz. Ruchnoy reskalarimiz ham Xudo xolasa diagonallari ham
ideal darajada bo'ladi xohlasa. Reskamiz 10 dan tortib 20 xohlasa 30 aralasa bo'ladi, lekin faqat 10 dan boshlab kesilaveradi. Bu yoqda mana mishalkamiz. Bu relsli qolipdi mishalkamiz. Xudo xohlasa 10 ta yana relsli qolipga zakazimiz tushgan. Nasib bo'lsa uni ham ketayotgan, olib borib berayotgan darajada videolarimizni qo'yish harakatini qilamiz. Bu yoqda hozir mana o'shani mishalkalari xudo xohlasa tayyorlangan holati. Bularimizga ham kraskalarni sachib, motorlarni qo'ysak, nasib bo'lsa olib borib o'rnatib beramiz. Materiallarimiz ham optim joylaridan va qalin stenkalardan olinadi xohlasa mana profillarimiz ham, stenalari ham o'ta qalin darajada bo'ladi. O'rniklarimiz ham materiallarimiz endi xudo xohlasa kesib bularni razmeriga zagotovka qilinadi. Nasib bo'lsa, imkon qilsa, xudo xohlasa Isuzuga yuklagan jarayonni video qilish harakatini qilib sizlarga taqdim etamiz.